Sangtarosh usta. O'tgan zamonlarda marmar toshlarini yo'nib, kun kechiruvchi sangtarosh usta bor ekan. U o'z ishidan shunchalar bezib, to'yib ketibdiki, oxiri bo'ldi yetar. Ishim tog'u toshlarda xarsanglarni tarashlashdan iborat. Qachon qarama marmar kesaman. Bir yumushni ha deb takrorlayverish jonimga ham tegdi. O'lganning ustiga tepganday kunning qizdirishini aytmaysanmi? Voh, koshki shu quyoshning o'rnida bo'lib qolsam edi. Yuksaklarda turib, butun borliqqa hokimlik qilardim. Nurim bilan atrofni yoritar edim, deb zorlana boshlabdi. Shu payt kutilmaganda mo'jiza sodir bo'lib, sangtarosh ustaning niyati amalga oshib, u quyoshga aylanib qolibdi. Turgan gapki, orzusiga erishgani uchun juda ham xursand bo'libdi. Ammo u endi zarrin nurlarni atrofga yoymoqchi bo'lib turganida tegrasini bir to'da bulutlar qurshab olibdi. Bulutlar yo'limni to'sib, nur sochishimga yo'l qo'ymasa, quyoshligim qayoqda qoladi deb yana noliy boshlabdi. Modomiki bulutlar quyoshdan ham kuchliroq ekan, u holda bulut bo'laman deb o'ylabdi. So'ng bir zumda bulutga aylanib qolibdi. Shunday qilib, u bulut bo'lib osmon uzra u yoqdan bu yoqqa suza boshlabdi. Keyin yomg'ir yog'ibdi, lekin qayerdandir shamol paydo bo'libdi-yu, bulutlarni har tomonga to'zg'itib yuboribdi. Usta, endi shamol hamma narsadan kuchli ekan, men ham shamol bo'lishni xohlayman degan to'xtamga kelibdi. Bir onda shamolga aylanib, dunyoni kezishga kirishibdi. Bir payt qarshisidan ulkan bir devor chiqib, olg'a intilishiga monelik qila boshlabdi. Bu juda ham baland va qudratli devor tog' edi. Shu oddiy qoyalar ham yo'limni to'sa olar ekan, deya tog' bo'lishni orzu qila boshlabdi. Bu orzusi ham tezda amalga oshib, ulkan tog'ga aylanib qolibdi. Bir payt qarasa, kimdir bu tog'ni nimadir bilan tinmay urib, maydalayotgan emish. Ulkan tog'dan ham qudratli kuch nima bo'lishi mumkin axir? Ne ko'z bilan ko'rsinki, tog'ni mayda qilayotgan bu jonzot oddiy sangtarosh usta ekan. Inson har qanday holatda ham shukr qilib yashamog'i kerak. Qo'li va ixtiyorida bo'lmagan narsalarni orzu niyat qilavermasligi, o'z hayotini zaharga aylantirmasligi lozim. To tirik ekanmiz, bir dunyo orzu niyat bilan yashaymiz albatta. Ammo eng avvalo bisotimizdagi ne'matlarning qadriga yetishimiz shart. Bilib bilmay, mohiyatini tushunmay, amalga oshmaydigan behuda orzu havaslarning ortidan yugurmasligimiz darkor. Kim biladi? Balki biz nolib shikoyat qilayotgan bu hayot kimlarningdir orzusidir.